bo'lganmidi ichingizda qo'rquv qayta ona bo'lmasamchi Rushani qarang mana sizni kuzatib turgan hozir patsientlar bor shu bepushtlik muammosi bilan qiynalayotgan juftliklar ko'rib turishgan bo'lishi mumkin o'sha paytda bo'lisha olasizmi qanaqa emotsional holatingiz bilan mana 7 yil ichida nima fikrlar kelgan nima qo'rquvlar bo'lgan men yana ona bo'la olarmikinman yoki atrofdagilar san qachon tug'asan bolang katta bo'lib qoldi davay harakatingni qil nima qilyapsan degan mingta savollar mingta aralashuvlar bo'ladi-ku bo'lganmi shunaqa bo'ladi men shu har kuni ishlab o'tirganimda men faqat shu tema edi hayolimda qachon tug'aman даже hozirgi qizlar ham aytishadi atrofimdagi birga ishlaydiganlarimiz ham вообще boshqa bo'lgansiz oldin hozir boshqasiz faqat chunki hayolim har bitta kelgan klientga bola haqida gapirib har bitta kelgan klientga bola haqida eng asosiy masala shu edi eng asosiy masala shu edi hozir chetdan o'zimni eslasam o'sha paytlarni haqiqatdan faqat shu bolaga aralashib qolgan hayolimda faqat bola yana tug'di ana 3-sini tug'di bunda уже bu ikkita tug'di deb lekin hech ham o'ylamaganman shu ikkita tug'ishimni shunchalik darajaga olib kelib katta qilishimni bo'lganmidi ichingizda qo'rquv qayta ona bo'lmasamchi lekin unaqa qayta ona bo'lmasamchi degan narsani o'ylamaganman bilganman xudo xolasa bo'ladi faqat hozir vaqt emas deb o'zimni harakat qilishim kerak lekin harakat qilishim kerak derdim hozir